Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Qizlar, bugun nalichilarimni yutib uchun obzor qilib beraman hammasini. Anchadan beri video ko'rmadim. Agar savollaringiz bo'lsa, zakazlaringiz bo'lsa, bemalol eshikimga yozsangizlar bo'ladi. Qizlar, shunaqa mini naborlardan kelgan, Surmedikdan azulinlik naborcha. Bu nabor yuzida ta'sirchan, yuzida kuperozi bor, qizarib ketadigan qizlarimizga juda ham zo'r yordam beradigan nabor qizlar. Bemalol mazza qilib olib ishlasangizlar bo'ladi. Zo'r ta'sir qiladi. Hajmi ham unaqa kichkina emas. Hajmlari gruppamda yozilgan. Narxi 160 ming so'm qizlar. Bundan nalichida bor. Keyin qizlar, Hanyonni naboridan ham kelgan. Bu mini nabor, sal kichkinaroq, lekin narxi ham unaqa qimmat emas, 60 ming so'mga. Bu ham shu yuz baryeri buzilgan, himoya qatlami buzilgan qizlarimiz uchun juda ham yaxshi yordam beruvchi nabor qizlar. Hozir buni men ochib ko'ra olmayman. Gruppamda lekin ochib ko'rsatib berishim mumkin. Agar qiziqsangizlar, gruppamga kirib ko'rsangizlar bo'ladi. Ichida buni hozir toneri, serumi va penkasi bor adashmasam, yoki kremi bor adashmasam. Hozir nima borligini aniq bilmayman. Ochib ko'raman. Keyin bu nabordan kelgan qizlar, mini nabordan bu nabor ajinlarga ishlovchi, yuzni yoshartiruvchi Xeradan Lux brenddan ajoyib nabor qizlar. Yaxshi yordam beradi yuzingizdagi muammoga. Bu 60 ming so'm, bu 240 ming so'm. Keyin antiperspirantlardan ham nalichida bor. Bu antiperspirantlar bilasizlar, terlashni, muhitni to'xtatib tashlaydi. Bir marta sursangizlar, bir haftaga terlashni bilmaysizlar. Keyin Rockisdan pilingi qizlar. Bu ko'proq yog'li, yuzlarimizga yaxshi tushadi. Aksessuardan serum. Bu serum yuzida ugridan qolgan dog'larga yaxshi yordam beradi. Ugri chiqishini kamaytiradi, yuzni yorqinlashtiradi, poralarni qisqartiradi. Qora dog'larni ham ochirtirishga yaxshi yordam beruvchi serum qizlar. Yuzni yorqinlashtiradi. Keyin Medipilni essensiyalik toneridan ham kelgan, ajinlarga qarshi lifting beruvchi yaxshi tonerlardan 155 ming so'm narxi. Keyin Skindomni ko'z essensiyasidan kelgan, ajinlar uchun ochishda o'zining rolleri bor. Maza qilib, rolleri bilan massaj qilib ishlataverasizlar. Keyin dog'larga Merkitni vitamin C'lik serumi bor va Ordinaryni alfa arbutinlik serumidan bor qizlar. Keyin SPF'lardan Beauty of Jose'ning 2 xildan ham bor. Roundlab bor, tonab, Dr. Circle'ning SPF'laridan bor har xilidan. Keyin Tone Up SPF'dan ham bor, Secret'dan. Keyin nimadan ham kelgan qizlar, detskiy zubniy pastalaridan ham kelgan. Bolalaringizga maza qilib, xavfsiz, masalan, yutib borsa ham, bolalar baribir yutib boradi, xavfsizda. Shunaqa zubniy pastalarda olib berib ishlattirganlaringiz yaxshi. Keyin kattalar uchun zubniy pastalardan ham bor qizlar. Aksessuardan ko'z nimasidan ham bor. Ko'z atrofiga ajinlariga serumidan ham bor. Hanyondan ko'z krem bor. O'zim juda ham sevaman shu Hanyonni. Haqiqatdan ham bu brend qizlar Koreyada oddiy brend emas. Endi ko'pchilik O'zbekistonda bilmaydi, lekin Koreyada sifati juda ham yuqori bo'lgan brend mahsuloti. Ko'pchilik bilmaganiga men aytaman-da, gruppamda ko'p reklama qilaman narsalarni, unaqa qiziqishmaydi. Lekin haqiqatdan sifati super qizlar. Keyin Sentelani Skin on 4 brendini ta'sirchan, muammoli yuzlarga, ugrili yuzlarga tushuvchi toneridan bor va oqartiruvchi dog'larga toneridan ham bor. Keyin vitamin C'lik Gudal toneridan ham bor. Keyin bu naborlardan nalichida bor qizlar. Bu naborni ichida o'zining penkasi va gidrofilli maslasi bor. Skin 1004 brendini gidrofilli maslasi va penkasi. Keyin Green Tomato gidrofilli masladan ham keldi. Anvani gidrofilli maslasidan bor va yangilik qizlar S-Nature brendini gidrofilli maslasi va penkasidan ham keldi. Bu brend juda ham sifati yaxshi bo'lgan. Koreyada Olyang magazinlarida ham birinchi o'rinlarni olib yuradigan brend qizlar.
Mana shu brend gidrafilni maslasi 200 mg rossiyam skidkada keldi. Olsanglar bo'ladi. 185 ming so'm 200 mg va penkasi qizlar. Bu oqartiruvchi guruchlik penka. Umuman yuzni quritmaydi. pH balansi 5 ga teng bo'lgan. Juda ham yaxshi penkalar. Keyin qizlar bu kremdan keldi mana. Ko'pchilik so'ragan, ko'pchilik ishlatib yaxshi natija olgan, ajinlarga bittada natija olgan kremimiz qizlar. Ishlatganlardan otsiflar ham bor bo'lib bemalol ko'rsangizlar bo'ladi. Rostdan ham haqiqatdan ham zo'r krem qizlar. Tarkibi juda ham boy. Keyin guruchlik oqartiruvchi kremidan ham keldi qizlar. Keyin Melaban kremidan bor, dog'larga oqartirishga yaxshi ishlovchi va Medipilni ajinlangan kremlaridan bor. Shibatirni har xilidan bor qizlar. Ko'kidan, pushti rozvidan bor. Snow White kremidan va Dr. Jenny Red Blemish kremidan bor. Keyin Melasona bu kremidan ham keldi qizlar. Penkalardan Mishadan bor. Quruq yuzga tushuvchi 75 ming so'm bilan narxi. Bu yog'li yuzga tushuvchi. Yog'li yuzga tushuvchi ikkita qopdi. Rozvidan ko'p ancha bor. Keyin Zion brendini oqartiruvchi penkasidan ham bor. Keyin bu Zion brendini tinchlantiruvchi va yog'li va ta'sirchi yuzlarga tushuvchi. Yuzni umuman quritmaydi qizlar bu. Ko'pchilik yog'li yuzlarga yaxshi tushadi desam quritadi deb o'ylashadi, lekin bu ko'proq yuz tinchlantiradi. O'sha yog'li yuzlarda ozroq o'g'ri chiqadi. O'sha tinchlantirish hisobiga o'sha o'g'rilarning chiqishini ham kamaytiradi. Shuning uchun ham ko'proq yog'li yuzlarga ham ta'sirchi yuzlarga yaxshi tushadi. Bu penkalardan ham bor. Qizlar keyin bulardan ham bor. Mana Selmax'ning penkalaridan, roundlab penkalaridan va qorin homiladorlikdan keyin qoringa tushadigan chiziqlar bor, yorilishlar va o'shalarni yaxshi ketkazuvchi va yog'larni, ortiqcha yog'larni erituvchi kremdan keldi qizlar. Krem mana o'zini massajori bilan bemalol massaj qilib ishlasangizlar bo'ladi. Kremi kichkina emas. Mana kattagina kremi qizlar. O'sha qorindagi yoriqlarni ko'pchilik so'raydi-da, endi baribir ayol kishi tug'ibgandan keyin baribir tushadi ko'pchilikka shunaqa chiziqlar, yoriqlar qorniga. O'shanga ketkazuvchi kremdan keldi. O'zini massajori bilan yonida qizlar. Narxi 300 mingmi shunaqa edi, lekin bu krem kichkina emas, 300 mg. Rosa ham katta krem va o'zini nimasi bilan, massajori bilan yaxshi narx. Baribir ham yaxshi effekti bo'lgan. Coping sayti bor. O'shanda ham otsiflar rosa ham zo'r bo'lgan krem qizlar. Mana o'zini massajori. Bemalol kirib zakaz bersangizlar bo'lardi. Ronasisilardan bor, keyin xurumlardan ham bor qizlar. Bu xurumlarni, kollagenlarni bir oylik bo'lib ham beraman. Mas qizlar, agar zakazlaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, lichkamga yozinglar.